Biz dam olish niyatida sanatoriyaga, dam olish maskani qidira boshladik va bizga bir qancha sanatoriyalarni tavsiya etishdi. Ularning orasida Zarkent sanatoriyasi ham bor edi va e'tiborni tortgan jihat shu bo'ldiki, bu sanatoriya yilning eng yaxshi sanatoriyasi deya tan olinganligi menga ma'qul tushdi va sanatoriyaga keldik. Sanatoriyaga kelishimiz bilan tog' havosi, qolaversa ushbu maskanning keng, yorug' va shinam dizayni, xodimlarning tabassumi, shirin muomalasi diqqatimizni tortdi. Sanatoriyada lecheniyani boshlar ekanmiz, ya'ni davolanishni boshlar ekanman. Ushbu sanatoriyadagi barcha fizioterapiyalar menga juda ham yoqdi va hamshiralarning muomalasiga shunchaki gap bo'lishi mumkin emas. Biz muolajalarni boshlar ekanmiz, bu yerdagi barcha fizioterapiya muolajalari bizga ma'qul keldi. Xo'sh, tuzg'ori, GAI, darsimval, nugabist, ingalyatsiya, azonoterapiya, xullas sizning sog'lig'ingiz uchun kerak bo'ladigan barcha fizioterapiyalar ushbu sanatoriyada mavjud ekan. Katta basseyn esa eng bizga ma'qul kelgan jihatlardan biri. Xullas, ushbu sanatoriyada dam olayotganimga bir necha kun bo'ldi va alhamdulillah natijani ola boshladim. Shundan keyingina o'z fikrimni taqdim etishni niyat qildim. Chunki ehtimol siz ham o'zingiz uchun, ota-onangiz uchun, oilangiz uchun dam olish maskanini qidirayotgan bo'lsangiz kerak. Men Zarkent sanatoriyasini tanladim. Sizga ham tavsiya etaman.